Bugun sizlarga kichik do'stlar o'yin qumini qanday tayyorlaymiz tanishtirib o'tamiz. O'yin qumini tayyorlash uchun ketadigan materiallar un, ya'ni un 2 stakan. Bunda stakanda 2 stakan un, yarım çay stakani sumay va bo'yoq. Kullangan bo'yoqimiz bizning toz holatdagi yemeklarda kullanadigan bo'yoq. Sizlarda bo'yoq bo'lmasa, kakao kullansanlar bo'ladi. U bo'lmasa, shuni kullanmay qum hazırlasanlar bo'ladi. Bizda meyada yeşil va qizil bo'yoq bor. Bu ikki xil qum tayyorlaymiz. Qum tayyorlagandan keyin mana bular bilan o'yin qumini o'ynaymiz. Amsa qanday tayyorlash qarab baqaylik. Oldi bilan biz 2 stakan unni yeb oldik qochimizga. Men bu 2 stakan unni tayyorlab qo'ygan. Aldım. Endi yarım stakan sumayni tökün Ömer'e. İçecek tökün. Hangisini? Yarım stakan sumayni töktük. Endi meyerdeki kızıl qilman dedi Ömer'e. Onun için kızıl boyaqni töküp beray dedim. Endi aralashtirsiz Ümeyra. Siz aralashtirib başlang Ümeyra. Ben bu mana yeşil boyaqdan töktüm. Endi aralashtiraylik. Kögün oladek un, may ve boyaqni aralashtirgandan keyin mana shunday shakldagi bir qum tayyor bo'ldi. Hümeyra qizlarni ishlatganda mana maylavlar aralashib bu halrang bo'lib chiqdi. Meniki yeşil bilan qizilni aralashtirgandan keyin mana bunday bir rang bo'lib chiqdi. Endi buni biz mana taxsiga to'kimiz. Hümeyra sizninkini to'kib o'ynab turamsiz? Göstereyim. Töküm. Hümeyra bana tayyor qilib oldi mana. Tökeylik. Endi Hümeyra o'yin qumini bir o'ynasin. Shundaq rahat tutsanglar, shundaq rahat balog'im, shundaq rahatlik beradigan bir o'yin qumi bu. Shundaq hazırlab uyda sizlarni o'ynab yiqinglar.